Chap qo'limizdagi rayon downtown Dubay, ya'ni Dubayning markazi. Ya'ni Burj Xalifaning atrofini polni o'sha Emarat qurgan. O'sha master developer Emarat hisoblanadi. Buni davomi Business Bay deyiladi. Bu o'sha katta kompaniyalar, korporatsiyalarning ofislari mana shu yerda joylashgan. New Yorkdagi Manhattenga taqqoslanadi bu yer. Mana chap qo'limiz. Qimmat mehmonxonalar, qimmat ofislar, eng premium prestijli Hilton bor ekan. Ha, bor. Hammasi shu yerda joylashgan. To'g'rimizda Palma oroli. Nafaqat Dubay dunyodagi eng katta va mashhur sun'iy orollardan biri hisoblanadi. Inson qo'li bilan yaratilgan. Ya'ni bir paytlar bu yerlar shunchaki dengiz bo'lgan. Mana o'ng tomonimizda dengizni ko'ryapsizlar. Burj Al Arab Parus mehmonxonasi. Bu yoq to'g'rimizdagi hammasi demak inson qo'li bilan yaratilgan. Ha, karta bilan yuravering. Bu yer Dubayning eng nufuzli joylaridan biri hisoblanadi. Birinchi mashina ketyapti. Voyda. Mana bu mashhur Como Residence. O'sha Palma orolini qurgan, mana ko'ryapsizlar, mana shu proyekt. Palma orolini qurgan kompaniya Nahil tomonidan qurilyapti mana shu. Mana ko'ryapsizlar, juda ham chiroyli mehmonxona o'rtoqlar. Bu yerda bir kechasi 35 ming dollargacha qimmat xonalar bor. Mana biz hozir suv ostidagi tunnelga kirib ketyapmiz. Ya'ni ustimizdan suv o'tgan, biz hozir suvning ostidan o'tib palmani o'rab turgan sun'iy o'sha to'lqinlarni to'sadigan sun'iy quruqlik qismiga o'tyapmiz hozir. Mana bu yoqda ochiq dengiz o'rtoqlar, mana ko'ryapsizlar. Ochiq dengiz, yo'q, okean emas, dengiz. Fors ko'rfazi. Palmaning eng qimmat yerlari aynan shu qismi hisoblanadi, chunki vid ochiq dengizga ko'rinadi. Bu yerda har bir qarich yer oltinga tengda o'rtoqlar. Chunki bir paytlar misol uchun 600-700 ming dollarga olingan villalar narxi hozir 10-12 million dollargacha ko'tarilgan paytlar bo'lgan. El Maktub o'rta qizini olishim kerak, обязательно. Kimmi? Al Maktub? Palma bu 2000-yillar boshida bu orol qurilgan, lekin bu yerda hali ham oxirgi qolgan bo'sh yerlarda mana yangi proyektlar tushyapti, ko'ryapsizlar. Mana dunyodagi eng qimmat mehmonxonalardan bittasi shu. Oldin Atlantis Palm bo'lgan bo'lsa, hozir bu Royal Atlantis. Bu yerda eng qimmat nomerlar bir sutkasiga 100 ming dollargacha. Shunaqa. Mana juda ham arxitekturasi juda ham o'zgacha, ko'rishingiz mumkin. Juda chiroyli. Mana bu yer hashamatni ham nima deydi, eng yuqori cho'qqisiga chiqqan joyi bu yer o'rtoqlar. Bu yerda urovin umuman boshqacha. Ko'ryapsizlar? Juda ham ajoyib. O'xshashi yo'q betakror mehmonxona. Dunyoda yagona bunaqasi. Mana haqiqiy baliqlar, mana akvarium. Ko'ryapsizlarmi? Bu ekran emas o'rtoqlar, bu haqiqiy akvarium. Shunaqa. Mana baliqlarni ko'ryapsizlar, oddiy baliq emas, o'rtoqlar bu yerdagilar. Baliqlarni ham haligi zodagonlarda. Ko'ryapsizlar? Ming marta chiroyli so'zlar bilan ta'riflagandan ko'ra bir marta ko'rgan afzal deydi-ku mana o'rtoqlar. Hali ham telefonning kamerasi haqiqiy ko'z bilan ko'rganchalik chiqarib bera olmaydi, lekin harakatdamiz o'rtoqlar. Ko'ryapsizlar?
Judayam ajoyib o'rtoqlar. Ta'riflashga til ojiz. Zo'r. Zo'ra, yoqdimi sizga? Endi shu yerda yashash kerak bir. Yashash kerak, ha. Ama buni bitta yer topishsa. Mana bu yoqda o'rtoqlar Palma orolidagi eng qimmatbaho villalar to'g'rimizda, ya'ni Palmani shoxlari bor-ku, o'sha shoxlarini mana uchida turibmiz. Biz uchiga qarab turibmiz. Ana buyoq mana to'g'rida ko'ryapsizlarmi? Mana shu Palmani shoxini uchi. Mana shu ikkita villa yonma-yon turibdi. Qanchalik o'sha shoxini uchiga yaqin bo'lsa, shuncha qimmat bo'ladi. Sababi birinchidan suv havzasi kengroq bo'ladi, suv aylanishi, sirkulyatsiya yaxshiroq bo'ladi, yer kattaroq bo'ladi. Eng qimmat villalar. Bularning narxi Eng qimmatlar yashar ekanda. ha, taxminan 70-80 million dollar turadi mana shu Palmani shoxini uchidagi villalar. Mana ko'ryapsizlar. Jaloliddin yaxshimisiz? Zo'r aka. Zo'r. O'zingiz qanday aka? Zo'r. Zo'rmi? Rayhona siz qanaqasiz? Zo'rmi? Yaxshi. Mana bu yog'i mehmonxonaning o'zini alohida plyaj mana. Tom oqarkanda beradi sekin-sekin. Ha, endi havo isiyapti-da endi aka. Mana to'g'rimizda mana bu Dubai Marina mana shu. To'g'rimizda. Ko'ryapsizlarmi? Yaqinlashtiraman mana. Dubai Marina. Juda ham ajoyib joylar. Hozir Lamborghini yuradigan odamlar gaplashdim. Aha. So'radim, nima ish qilaysiz desam, brokerman desa bo'ladi. Nima sotarkan? Narsa qiladi, недвижимость bo'yichami, Ha. kriptovalyuta ham savdo qilar ekan, Gap yo'q. aksiyalar sotar ekan, hamma narsa. Ha, Dubayda imkoniyat ko'p. Tim bo'y mana bunaqa joylarda oddiy odamlar bilan uchrashmaysizda. Akbar oshiq bo'lib qoldi mashinalarga. Ketdik. Mashina keldi. O'rtoq do'stlar, bugungi kelgan mehmonxonamiz Royal Atlantis haqida bir ikkita qiziqarli ma'lumotlar. Bu yerda shaxsiy basseynlar soni bo'yicha rekord ekan dunyoda. Ya'ni majmuada jami 44 ta lyuks xonadon hamda apartamentlar uchun alohida o'zlarining infinity basseynlari joylashgan bo'lib, bu yerda mehmon uchun mutlaq maxfiylik va hashamatni his qildiradi. Ya'ni umumiy emas, shaxsiy basseynlar. Va shuningdek, mehmonxonani ichidagi bezak uchun dunyoda eng qimmatbaho materiallar ishlatilgan. Lobbida va xonalarda jami 22 ming kvadrat metrdan ortiq marmar, bundan tashqari tonnalab haqiqiy oltin suv yuritilgan detallar ishlatilgan o'rtoqlar. Wi-Fi bilan. Eng qizig'i bu yerda Royal Mansion Suite xonasi, ya'ni eng qimmat xona nomer eng tepa qavatlardan birida joylashgan. Bu o'sha penthouse hisoblanadi. Buni narxi mavsumga qarab albatta bir kecha uchun 100 ming dollargacha yetadi deyapti. Endi hozir sezon biroz arzonroq bo'lishi mumkin. Ya'ni o'zining shaxsiy lifti, kinozal, basseyn hamda 360 darajali panoramali o'zining terrasasi bor. Bu turar joyda nima deydi? Loyiha ikki qismga bo'lingan. Bir tomonda 795 ta mehmonxona xonalari bo'lsa, ikkinchi tomonda 231 ta eksklyuziv rezidensiyalar, ya'ni shaxsiy kvartiralar bor. Bu yerni rezidentlari mehmonlarning barcha 5 yulduzli xizmatlaridan umrbod shaxsiy uyda turib foydalanish imkoniyatini beradi o'rtoqlar. Ya'ni bu yerda o'zingizga xonadon xarid qilsangiz ham bo'ladi. Ya'ni hammasi mehmonxona uchun emas bu yerdagilar. Lekin albatta bu yerda turmush tarzi ham o'sha mehmonxonadagi umumiy foydalanish uchun berilayotgan qulayliklardan foydalanishingizga imkoniyat beradi. Yaxshi niyat qilganlarga nasib qilsin o'rtoqlar.